Ayni vaqtda Minecraftda 124 ta topshiriq mavjud. Ular orasida unchalik ham qiyin bo'lmaganlari va ko'pchilik o'yinchilar hattoki bilmaydiganlari ham bor. Men esa shu topshiriqlarning barchasini hardkorda, ya'ni o'lsam hammasi tamom bo'ladigan olamda bajarishni maqsad qildim. Olamga kirgandan keyin birinchi navbatda hayron qoldim. Mening skinim qani? Keling bunday, agar hozir jo'ja ochib chiqsa, hamma videoga like bosadi. Hech qanday g'urron va hiylalarsiz jo'ja ochib chiqdi. Endi o'zinglar bilasizlar nima qilishni. Aslaqalarni nezirikdan qilish uchun yana bir narsa kerak. Kuchaytirgich. Men tushuna olmayotganim bu narsa kerakligini qanday unutishim mumkin edi. Bundan ham yoqimsiz uni faqat Minecraftning bitta joyida topsa bo'ladi. Kinolarda qamoqdan qochayotgandek. Endi bu yerdan tuyoqda shiqillatish kerak. Biz buni uddalay oldik. Bastiondan tirik chiqdik. Endi kompas orqali portalning qayerdaligini ko'ramizda bazaga qaytamiz. Toza havo, biz buni uddaladik. Yana bir bor aytaman. Kuchaytirgich ataga bitta deb xavotir olishga hojat yo'q. Sababi uni olmoslar orqali qimmatga bo'lsa ham ko'paytirish mumkin. Do'stlar, iltimos kanalga obuna, yana obuna bo'lish orqali keyingi qismlarni aniq o'tkazib yubormaysiz.